Amir Temurdan solih avlodlar qoldi. Farzand Shohrux Mirzo Islomiyatga juda katta xizmat qildi. Hirotni poytaxt qilib dunyoning markazlaridan biriga aylantirdi. Nabirasi Ulug'bek Mirzo esa otasidan ham o'tib, minglab yulduzlar harakatini o'rgangan olim podshoh bo'lib yetishdi. Neajabki Amir Temur shakllantirgan oltin avlod domchalari o'laroq Ali Xushchi, Alisher Navoiy, Husaynbey Qaro va Zahiriddin Muhammad Bobur kabi kuchli olimlar, davlat arboblari, shoirlar, adiblar yetishib chiqdi. Ular o'z navbatida islomning yuksalishiga, aqliy va naqliy ilmlarning rivojlanishiga, turkiy tilning yanada jonlanishiga sabab bo'ldilar. Amir Temurning hayratlanarli shiori barmog'idagi uzugida naqsh etilgan edi. Rosti rusti, ya'ni kuch adolatdadir degan ibora bu buyuk jahongirning har bir ishida adolatni shior qilib olganini, doim shu oltin qoidaga muvofiq harakat qilganini, shuning uchun ham jumlai jahonni qo'lga ola bilganini isbotlaydigan guvohnoma edi. Temur farzandlariga ham doim adolatli bo'linglar deb nasihat qilardi. Sohibqiron turkiylarni jahonga hukmronlik qilish mafkurasini ilgari surib, xuddi O'g'izxon singari Alloh bir bo'lgandek dunyoda sulton ham bitta bo'lish kerak. Dunyo ikkita hukmdorga yetadigan darajada keng emas deya insoniyat tarixi davomidagi eng katta turkiy davlatni barpo etishga muvaffaq bo'ldi.